أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Quvilgan shayton yomonligidan Allohning panohini so'rayman. Rahman va Rahim Allohning nomi ila boshlayman. Alif Lam Mim Sad. Bu senga u ila ogohlantirishing uchun va mo'minlarga eslatma etib nozil qilingan kitobdir. Ko'ksingda undan tanglik bo'lmasin. Sizlarga Robbingizdan nozil qilingan narsaga ergashinglar. Undan boshqa do'stlarga ergashmanglar. Qanchalar oz eslatma olasizlar-a? Qanchadan qancha shahar qishloqlarni halok qildik. Bas azobimiz ularga tun uyqusida yoki kun uyqusida keldi. Bas azobimiz kelgan chog'ida ularning da'volari albatta biz zolimlardan bo'lgan edik deyishlaridan boshqa narsa bo'lmadi. Bas albatta rasul yuborilganlardan ham va albatta rasullardan ham so'rayajakmiz. Bas ularga ilmiy ravishda qissa qilib berurmiz. Halbuki biz g'oyib bo'lmagan edik. O'sha kuni tortish haqdir. Bas kimlarning tarozilari og'ir kelsa, ana o'shalar zafar topuvchilardir. Va kimlarning tarozilari yengil kelsa, bas ana o'shalar oyatlarimizga zulm qilib, o'zlariga ziyon etganlardir. Badhaqiq sizlarga yer yuzida qudrat va imkoniyatlar berdik va unda sizlar uchun yashash vositalari qildik. Qanchalar oz shukr qilasizlar-a? Va batahqiq sizlarni yaratdik. Keyin sizlarga surat berdik. So'ngra esa farishtalarga Odamga sajda qiling dedik. Bas ular sajda qildilar, magar iblis sajda qiluvchilardan bo'lmadi. U zot senga amr etganimda sajda qilishingdan seni nima to'sdi dedi. U men undan yaxshiman. Meni o't olovdan yaratgansan. Uni esa loydan yaratding dedi. U zot bas u jannatdan tush. Sen uchun unda mutakabbirlik qilib yurish yo'q. Bas chiq. Albatta sen xor u zor bo'luvchilardansan dedi. U menga ular qayta tiriladigan kungacha muhlat ber dedi. U zot albatta sen muhlat berilganlardansan dedi. U dedi, meni yo'ldan ozdirganing sababli ularga to'g'ri yo'lingda albatta to'g'anoq bo'laman. So'ngra ularga oldilaridan, orqalaridan, o'ng tomonlaridan va chap tomonlaridan kelaman va ularning ko'plarini shukr qiluvchi holda topmassan. U zot undan mazammatga uchragan va quvilgan holingda chiq. Ulardan kim senga ergashsa, albatta jahannamni sizlarning hammangiz bilan to'ldirurman dedi. Ey odam, sen jufting bilan jannatni maskan tut. Unda xohlagan joyingizdan yenglar va mana bu daraxtga yaqinlashmanglarki, u holda zolimlardan bo'lib qolasizlar. Bas shayton ikkovlarining berkitilgan avratlarini ochish uchun ularni vasvasa qildi va Robbingiz sizni ushbu daraxtdan faqat ikkovingiz farishta bo'lmasligingiz yoki mangu qoluvchilardan bo'lmasligingiz uchungina man qildi dedi. Ularga albatta men sizlarga nasihat qiluvchilardanman deb qasam ichdi.
Bas ularni aldov ila past holatga tushirdi. Ikkovlari daraxtdan tatib ko'rishganda avratlari o'zlariga ko'rinib qoldi va o'zlariga jannat barglaridan to'siq to'qiy boshladilar. Shunda Robbilari ularga: sizlarni ana o'sha daraxtdan qaytargan emasmidim va albatta shayton ikkovingizga ochiq oydin dushmandir demaganmidim deb nido qildi. Ikkovlari: Robbimiz, o'zimizga zulm qildik. Agar bizni mag'firat qilmasang va bizga rahm qilmasang, albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lamiz, dedilar. O zot, bir-biringizga dushman bo'lgan holingizda tushinglar. Sizlarga yer yuzida qarorgoh va ma'lum vaqtgacha bahramandlik bordir, dedi. O zot, unda hayot kechirasizlar, unda o'lasizlar va undan qayta chiqarilasizlar, dedi. Ey odam bolalari, batahqiq sizlarga avratingizni tusadigan libos va ziynat libosini tushirdik. Taqvo libosi ana o'sha yaxshidir. Ana o'shalar Allohning oyat belgilaridandir. Shoyatki eslatma olsalar. Ey odam bolalari, shayton ota-onangizni o'zlariga avratlarini ko'rsatish uchun ustilaridan liboslarini yechib jannatdan chiqarganidek sizni ham fitnaga solmasin. Albatta u va uning yordamchilari sizni siz ko'rmaydigan tomondan ko'radir. Biz albatta shaytonlarni iymon keltirmaydiganlarga do'st qilganmiz. Qachon biror fahsh ish qilsalar, ota-bobolarimizni shuning ustida topdik va buni bizga Alloh buyurgan derlar. Albatta Alloh fahshga buyurmas. Allohga nisbatan o'zingiz bilmaydigan narsani aytasizmi degan. Sen Robbim adolatga amr qildi. Har bir ibodatxonada yuzingizni to'g'ri tuting. Uning diniga ixlos etgan holda duo qiling. Sizlarni avvalda qanday yaratgan bo'lsa, o'sha holda qaytasizlar deb ayt. Bir guruhni hidoyat qildi, boshqa guruhga zalolat haq bo'ldi. Chunki ular Allohni qo'yib, shaytonlarni o'zlariga do'st tutdilar, hamda o'zlarini albatta hidoyat topganlar deb hisoblaydilar. Ey odam bolalari, har bir ibodatda ziynatingizni oling, yeb iching va isrof qilmang, chunki u isrof qiluvchilarni sevmas. Sen Alloh o'z bandalari uchun chiqargan ziynatlarni va pokiza rizqlarni kim harom qildi deb ayt. Sen ular dunyo hayotida iymon keltirganlarga, qiyomat kunida esa faqat o'zlariga xosdir deb ayt. Biladigan qavmlar uchun oyatlarni mana shunday mufassal bayon qilamiz. Sen Robbim faqatgina oshkora va yashirin fahsh ishlarni, gunohni, nohaq tajovuzkorlikni va Allohga o'zi u haqida hech qanday hujjat tushirmagan narsalarni sherik qilib olishingizni hamda Allohga nisbatan o'zingiz bilmaydigan narsani gapirishingizni harom qilgan xolos deb ayt. Har bir ummat uchun muddat bor. Bas qachonki ularga muddatlari kelsa, biror soat orqaga ham, oldinga ham sura olmaslar. Ey odam bolalari, agar sizlarga oyatlarimni qissa qilib beradigan o'zingizdan bo'lgan rasullar kelsa, bas kim taqvo qilsa va isloh qilsa, ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar.
oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar va ulardan kibr qilganlar ana o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Allohga nisbatan yolg'on to'qigan va uning oyatlarini yolg'onga chiqargan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor? Ana o'shalarga kitobdan nasibalari yetadir. Nihoyat elchilarimiz kelib, ularning jonlarini olayotib, Allohdan o'zga iltijo qilayotgan narsalaringiz qani derlar. Ular bizdan g'oyib bo'lishdi derlar va kofir bo'lganlarini aytib, o'zlariga qarshi guvohlik berurlar. U zot sizdan oldin o'tgan jins va insdan bo'lgan ummatlar bilan olovga kiring der. Har qachon bir ummat kirganda birodarini la'natlar. Nihoyat u yerda hammalari topishganlarida keyingilari avvalgilari haqida Robbimiz bizni mana ular adashtirgan edilar. Ularga olov azobini 2 barobar qilib ber derlar. U zot hammaga ham 2 barobar, lekin bilmaysizlar der. Avvalgilar keyingilarga sizlarning bizdan hech qanday afzalligingiz yo'q. Kasb qilgan narsangizga yarasha azobni totaveringlar derlar. Albatta, oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar va ulardan kibr qilganlarga osmon eshiklari ochilmas va ular tuya igna teshigidan o'tmaguncha jannatga kirmaslar. Jinoyatchilarni mana shunday jazolaymiz. Ularga jahannamdan to'shak va ustilariga choyshob bor. Zolimlarni mana shunday jazolaymiz. Iymon keltirib, yaxshi amallarni qilganlar, biz hech bir jonga imkoniyatidan tashqari narsani yuklamaymiz. Ana o'shalar jannat sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Va ko'kislaridagi g'illo'g'ishlarni chiqarib oldik. Ostilaridan anhorlar oqib turibdi. Ular bizni shunga hidoyat qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Agar Alloh bizni hidoyat qilmaganida o'zimiz yo'l topa olmas edik. Robbimizning elchilari haqni keltirdilar dedilar va ularga mana shu jannatingizni qilgan amallaringiz tufayli meros qilib oldingiz deb nido qilinur. Va jannat sohiblari olov sohiblariga Robbimiz bizga va'da qilgan narsaning haq ekanini topdik. Sizlar ham Robbingiz va'da qilgan narsaning haq ekanini topdingizmi deb nido qiladir. Ular ha derlar. Bas ularning o'rtalarida bir jarchi jar soladir. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Ular Allohning yo'lidan to'sadigan, uning qing'ir bo'lishini istaydigan va oxiratga kofir bo'luvchi kimsalardir. Oralarida to'siq bor. A'rob ustida hammalarini siymolaridan taniydigan kishilar bordir. Jannat sohiblariga sizga salom bo'lsin deya nido qilurlar. Tama qilgan hollarida unga kirmay tururlar. Ko'zlari olov sohiblari tomon burilganda esa Robbimiz bizni zolim qavmlar bilan birga qilmagin derlar. A'rob sohiblari o'zlari siymolaridan taniydigan kishilariga nido qilib aytadilar. To'plaganingiz va qilgan kibri havoyingiz sizga asqatmabdi-ku. Alloh ularni rahmatiga olmas deb qasam ichganingiz ana ularmi? Jannatga kiringlar. Sizga xavf yo'q va siz mahzun ham bo'lmassiz. Olov sohiblari jannat sohiblariga
bizga ham suvdan yoki Alloh sizga rizq qilib bergan narsadan to'kinglar deb nido qilarlar. Albatta, Alloh bularni kofirlarga harom qilingan deyishar. Ular dinlarini ko'ngilxushlik va o'yin kulgi qilib olgan hamda dunyo hayoti aldab qo'ygan kimsalardir. Bas bugun ushbu kunlariga yo'liqishni unutganlari va oyatlarimizni inkor qilganlaridek biz ham ularni unutarmiz. Va tahqiq biz ilm asosida ularga mufassal qilgan kitobni iymon keltiradigan kishilar uchun hidoyat va rahmat qilib keltirganmiz. Ular uning ta'vilini kutmoqdalar xolos. Uning ta'vili kelgan kunda ilgari uni unutganlar. Robbimizning rasullari haq ila kelgan ekanlar. Endi bizga shafaat qiluvchilar bormi? Shafaat qilsalar yoki ortga qaytarilsak-u, qilgan amallarimizdan boshqacha amallarni qilsak derlar. Batahqiq o'zlariga ziyon qildilar va to'qib olgan narsalari ulardan g'oyib bo'ldi. Albatta, Robbingiz osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan, so'ngra arshga istivo qilgan, kechani kunduzga qoplab, u uni shoshilib quvlaydi. Quyosh, oy va yulduzlarni o'z amri ila bo'ysundirilgan qilib yaratgan Allohdir. Ogoh bo'ling, yaratish va amru tadbir uning o'ziga xosdir. Olamlarning Robbi Alloh barakotli, ulug'dir. Robbingizga tazarru ila va maxfi duo qiling. Zotan u haddan oshuvchilarni sevmas. Va yer yuzida isloh qilinganidan keyin buzg'unchilik qilmang, hamda undan qo'rqib va tama etib duo qiling. Albatta, yaxshilik qiluvchilarga Allohning rahmati yaqindir. U o'z rahmatidan oldin shamollarni xushxabar qilib yuboradigan zotdir. Nihoyat, ular og'ir bulutlarni ko'targach, ularni o'lik yurtga haydab boramiz. So'ng undan suv tushirib, o'sha ila barcha mevalardan chiqarurmiz. O'liklarni ham mana shunday qilib chiqaramiz. Shoyatki eslatma olsangizlar. Pok yurtning nabototi Robbining izni ila chiqadir. Nopok bo'lganiki esa faqat qiyin va unumsiz chiqadir. Shukr qiladigan qavmlar uchun oyatlarimizni ana shunday turlicha bayon qilamiz. Batahqiq Nuhni o'z qavmiga yubordik. Bas u, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan o'zga iloh yo'q. Albatta men sizlarga buyuk kunning azobidan qo'rqaman, dedi. Uning qavmidan bo'lgan zodagonlar, albatta, biz seni ochiq oydin zalolatda ko'rayapmiz, dedilar. U aytdi, ey qavmim, menda zalolat yo'q, lekin men olamlarning Robbidan rasuldirman. Sizlarga Robbimning risolatlarini yetkazaman, nasihat qilaman va Alloh tomonidan siz bilmagan narsalarni bilaman. O'zingizdan bo'lgan bir kishiga sizlarni ogohlantirishi uchun hamda taqvo qilishingiz uchun va shoyat rahmatga erishsangiz deb Robbingizdan eslatma kelganidan ajablandingizmi? Bas uni yolg'onchiga chiqardilar. So'ng uni va u bilan birga bo'lganlarni kemada qutqardik va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni g'arq qildik. Haqiqatda ular ko'r qavm edilar. Va Odga o'z birodari Hudni yubordik. U, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga undan o'zga iloh yo'q. Taqvo qilmaysizlarmi? dedi.
uning qavmidan kufr keltirgan zodagonlar, albatta biz seni pastlikda ko'rib turibmiz va albatta biz seni yolg'onchilardan deb bilamiz, dedilar. U aytdi: ey qavmim, menda pastlik yo'q, va lekin men olamlarning Robbidan rasuldurman. Sizlarga Robbimning risolatlarini yetkazaman va men sizlarga ishonchli nasihatgo'yman. O'zingizdan bo'lgan bir kishiga sizlarni ogohlantirish uchun Robbingizdan eslatma kelganidan ajablandingizmi? Sizlarni Nuh qavmidan keyin xalifa qilganini va xilqatingizda kuch-quvvatni ziyoda qilganini eslang. Allohning ne'matlarini eslang. Shoyatki zafar topsangiz. Ular bizga yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilishimiz va ota-bobolarimiz ibodat qilgan narsalarni tark etishimiz uchun keldingmi? Agar rostgo'ylardan bo'lsang, bizga va'da qilayotgan narsangni keltir, dedilar. U dedi: batahqiq ustingizga Robbingiz tomonidan kirlik va g'azab voqi bo'lgan. Men bilan Alloh ular haqida hech qanday hujjat tushirmagan. O'zingiz va ota-bobolaringiz nomlab olgan ismlar haqida tortishasizlarmi? Bas, intizor bo'lib turinglar. Men ham sizlar bilan intizor bo'luvchilardanman, dedi. Bas, unga va u bilan birga bo'lganlarga o'z rahmatimiz ila najot berdik va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarning ketini qirqdik. Ular mo'min emas edilar. Va Samudga o'z birodarlari Solihni yubordik. U aytdi: ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan o'zga iloh yo'q. Sizga Robbingizdan ochiq oydin hujjat keldi. Mana bu sizlarga oyat, belgi bo'lgan Allohning tuyasidir. Uni tek qo'ying. Allohni yerida yeb yursin. Unga yomonlik yetkazmangki, u holda sizni alamli azob tutgay. Va sizlarni Oddan keyin xalifa qilganini va sizni yerda joylashtirganini va tekisliklarida qasrlar qurib, tog'larni uy qilib o'yganingizni eslang. Allohning ne'matlarini eslang va yer yuzida yomonlikda haddan oshib buzg'unchilardan bo'lmang. Uning qavmida mutakabbirlik qilgan zodagonlar xo'rlangan kishilarga, o'zlaridan iymon keltirganlariga Solihni Robbidan rasul qilib yuborilgan deb bilmoqdamisiz, dedilar. Ular: albatta biz u ila yuborilgan narsaga iymon keltiruvchilarmiz, dedilar. Mutakabbirlik qilganlar: albatta biz siz iymon keltirganga kofirmiz, dedilar. Bas, tuyani so'ydilar. Robbilarining amridan bosh tortdilar va ey Solih, agar rostgo'ylardan bo'lsang, bizga va'da qilayotgan narsangni keltir, dedilar. Bas, ularni shiddatli zilzila oldi va joylarida muk tushib qoldilar. Keyin ulardan yuz o'girdi va ey qavmim, batahqiq sizga Robbimning risolatini yetkazdim va sizga nasihat qildim. Lekin siz nasihat qiluvchilarni sevmassiz, dedi. Va Lutni yubordik. O'shanda u o'z qavmiga aytdi: sizdan oldin olamlardan hech kim qilmagan faxsh ishni qilasizmi? Albatta, sizlar ayollarni qo'yib, erkaklarga shahvat ila yaqinlik qilmoqdasizlar. Yo'q, sizlar haddidan oshgan qavmsiz. Qavmining javobi: ularni shahringizdan chiqarib yuboring, chunki ular o'zlarini o'ta pok tutadigan odamlardir,
deyishlaridan boshqa bo'lmadi. Bas unga va ahliga najot berdik, magar xotini azobda qolguvchilardan bo'ldi. Va ularning ustidan bir yomg'ir yog'dirdik. Jinoyatchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar sol. Va Madyanga o'z birodarlari Shuaybni yubordik. U aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qiling. Siz uchun undan o'zga iloh yo'q. Batahqiq sizga Robbingizdan ochiq oydin hujjat keldi. Bas o'lchov va tarozini to'liq ado eting. Odamlarning narsalarini kamaytirib qolmang va yer yuzida u isloh qilinganidan keyin buzg'unchilik qilmang. Agar mu'min bo'lsangiz, ana shu o'zingiz uchun yaxshidir. Allohga iymon keltirganlarni qo'rqitib, uning yo'lidan to'sib va uning qing'ir bo'lishini istab, har ko'chada o'tirib olmang. Oz bo'lgan chog'ingizda sizni ko'paytirib qo'yganini eslang va buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar soling. Agar men ila yuborilgan narsaga sizdan bir toifa iymon keltirgan va boshqa toifa iymon keltirmagan bo'lsa, bas Alloh aramizda hukm qilguniga qadar sabr qiling. U hukm qiluvchilarning eng yaxshisidir. Uning qavmidan mutakabbirlik qilgan zodagonlar: qasamki, ey Shuayb, seni va sen bilan birga iymon keltirganlarni qishlog'imizdan chiqarib yuboramiz yoki o'z millatimizga qaytasizlar, dedilar. U aytdi: garchi yomon ko'ruvchi bo'lsak ham, agar Alloh bizga undan najot berganidan so'ng millatingizga qaytsak, batahqiq Allohga nisbatan yolg'on to'qigan bo'lamiz. Biz uchun unga qaytish mumkin emas. Robbimiz Alloh xohlasagina mustasno. Robbimiz hamma narsani o'z ilmi ila qamrab olgandir. Allohgagina tavakkul qildik. Robbimiz biz bilan qavmimiz o'rtasini haq ila ochgin. Sen ochuvchilarning yaxshisidirsan. Uning qavmidan bo'lgan kufr keltirgan zodagonlar: agar Shuaybga ergashsangiz, u holda albatta ziyon ko'ruvchidirsiz, dedilar. Bas ularni shiddatli zilzila oldi va joylarida muk tushib qoldilar. Shuaybni yolg'onchiga chiqarganlar xuddi u yerda yashamagandek bo'ldilar. Shuaybni yolg'onga chiqarganlar o'shalar ziyon ko'ruvchilar bo'ldilar. Keyin ulardan yuz o'girdi va: ey qavmim, batahqiq sizga Robbimning risolatlarini yetkazdim va sizga nasihat qildim. Endi qanday qilib kofir qavmga achinay, dedi. Qaysi bir shahar qishloqqa rasul yuborsak, albatta shoyat tazarru qilsalar deb uning ahlini yo'qchilik va qiyinchiliklar ila tutganmiz. So'ngra yomonlikning o'rnini yaxshilikka almashtirganmiz. Nihoyat ko'payishib va ota-bobolarimizga ham qiyinchilik va xursandchilik yetgan edi deganlarida ularni sezmagan hollarida to'satdan tutganmiz. Agar shahar qishloq ahli iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, albatta ularga osmon va yer barakotlarini ochib qo'yar edik. Lekin ular yolg'onga chiqardilar. Bas ularni kasb qilgan narsalari tufayli tutdik. Shahar qishloq ahli balomiz ularga tunda ular uxlayotgan hollarida kelishidan xotirjam bo'ldilarmi? Shahar qishloqlar ahli balomiz ularga choshgohda
ular o'yin kulgi qilayotganlarida kelishidan xotirjam bo'ldilarmi? Allohning makridan xotirjam bo'ldilarmi? Allohning makridan faqat ziyon ko'rguvchi qavmlargina xotirjam bo'lurlar. Yerga uning ahlidan keyin merosxo'r bo'lganlarni agar xohlasak, gunohlari tufayli ularga musibat yetkazishimiz hidoyat qilmadimi? Qalblariga tamg'a bosurmiz. Natijada ular eshitmaydilar. Ana o'shalar shahar qishloqlar bo'lib, ularning xabarlarini qissa qilayotirmiz. Batahqiq ularga rasullari ochiq oydin hujjatlar bilan keldilar. Ammo ular oldin yolg'onga chiqargan narsalariga iymon keltirmadilar. Alloh shunday qilib kofirlarning qalblariga tamg'a bosur. Ularning ko'plarida ahdga vafo topmadik va albatta ularning ko'plarini fosiqlikda topdik. So'ngra ularning ortidan Musoni o'z oyatlarimiz ila Fir'avn va uning ayonlariga yubordik. Bas u oyatlarga zulm qildilar. Buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar sol. Musa aytdi: Ey Fir'avn, albatta men olamlarning Robbidan rasuldirman. Allohga nisbatan haqdan boshqani aytmaslikka burchlidirman. Batahqiq men sizlarga Robbingizdan ochiq oydin hujjat keltirdim. Men ila Banu Isroilni qo'yib yubor. U agar mo'jiza bilan kelgan bo'lsang, uni keltir. Agar rostgo'ylardan bo'lsang, dedi. Bas asosini tashlagan edi. Banagoh u aniq ajdarho bo'ldi. Va qo'lini chiqargan edi. Banagoh u nazar soluvchilarga oppoq bo'lib ko'rindi. Fir'avnning qavmidan bo'lgan ayollar aytishdi: Albatta bu o'ta bilimdon sehrgardir. Sizlarni yeringizdan chiqarishni istaydi. Xo'sh, nimaga buyurasizlar? Dedilarki, uni va akasini qo'yib turgin-da, shaharlarga to'ptovchilarni yubor. Senga hamma bilimdon sehrgarlarni olib kelsinlar. Sehrgarlar Fir'avnga kelib, agar biz g'olib keluvchi bo'lsak, albatta bizga haq bordir, dedilar. U, ha, va albatta yaqin kishilarimdan bo'lursiz, dedi. Ular, ey Musa, yo sen tashlaysan, yoki biz tashlovchi bo'lurmiz, dedilar. U, sizlar tashlanglar, dedi. Ular tashlaganlarida odamlarning ko'zini sehrladilar, qo'rqitdilar va zo'r sehr ko'rsatdilar. Musoga asoyingni tashlagin deb vahiy yubordik. Birdan u ular uydirayotgan narsani yuta boshladi. Bas haq qaror topdi va ularning qilayotganlari botil bo'ldi. O'sha yerda yengildilar va beobro bo'ldilar. Va sehrgarlar sajda qilgan hollarida yiqildilar. Dedilarki, olamlarning Robbiga iymon keltirdik. Musa va Harunning Robbiga. Fir'avn aytdi: Men sizga izn bermay turib, unga iymon keltirdingizmi? Albatta, bu sizning shaharda undan o'z ahlini chiqarish uchun qilgan makringizdir. Hali bilasiz. Albatta, qo'l va oyoqlaringizni qarama-qarshi tomonidan kesajakman va hammangizni osajakman. Dedilar, albatta, biz Robbimizga qaytuvchimiz.
Robbimizning oyatlari kelganda ularga iymon keltirganimiznigina ayblamoqdasan. Robbimiz ustimizdan sabr to'kkin va musulmon holimizda vafot ettirgin. Fir'avn qavmidan bo'lgan ayonlar Musa va uning qavmini yer yuzida buzg'unchilik qilishlariga hamda seni va olihalaringni tark qilishlariga qo'yib berasanmi dedilar. U albatta o'g'illarini o'ldirurmiz va qizlarini tirik qoldirurmiz va albatta biz ular ustidan qahr o'tkazuvchimiz dedi. Musa o'z qavmiga Allohdan yordam so'ranglar va sabr qilinglar. Albatta yer Allohniki. Uni bandalaridan o'zi xohlagan kishiga meros qilib beradir va oqibat taqvodorlarnikidir dedi. Ular bizga kelmasingdan oldin ham, kelganingdan keyin ham azor berildi dedilar. U ajab emaski, Robbingiz dushmanlaringizni halok etsa va sizlarni yer yuzida xalifa qilib qanday amal qilishingizga nazar solsa dedi. Batahqiq shoyat eslatma olsalar deb oli Fir'avnni qurg'oqchilik va mevalar tanqisligi ila tutdik. Bas ularga qachon yaxshilik yetsa, bunga biz haqdormiz dedilar. Agar ularga yomonlik yetsa, Musa va u bilan birga bo'lganlardan shumlandilar. Ogoh bo'linglarkim, ularning shumlangan narsasi faqat Allohning tasarrufidadir, lekin ko'plari bilmaslar. Ular bizni sehrlamoqchi bo'lib, har qanday oyat keltirsang ham biz senga iymon keltiruvchi emasmiz dedilar. Bas ustilariga to'fon, chigirtkalar, kanalar, baqalar va qonni ochiq oydin va mufassal belgilar qilib yubordik. Bas mutakabbirlik qildilar va jinoyatchi qavm bo'ldilar. Ustilariga qaqshatqich azob tushganda, ey Musa, senga bergan ahd hurmati Robbingga biz uchun duo qil. Agar bizdan azobni ko'tarsang, albatta senga iymon keltirurmiz va Bani Isroilni sen bilan qo'yib yuborurmiz dedilar. Qachonki ustilaridagi qaqshatqich azobni o'zlari yetib boradigan muddatga ko'tarsak, qarabsanki qasamlarini buzib turibdilar. Bas ulardan intiqom oldik. Oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlari va ulardan g'ofil bo'lganlari uchun ularni dengizga g'arq qildik. Va xo'rlanib yurgan qavmni esa o'zimiz barakali qilgan yerning mashriqlari yu mag'riblariga merosxo'r qildik. Sabr qilganlari uchun Robbingning go'zal so'zlari Banu Isroilga tugal bo'ldi. Fir'avn va uning qavmi qurgan narsalarni va ular yuksaltirgan narsalarni yakson qildik. Va Banu Isroilni dengizdan o'tkazdik. Bas o'z sanamlariga astoydil sig'inayotgan qavm ustiga keldilar. Ular, ey Musa, xuddi ularning olihalari bo'lgani kabi bizga ham bir iloh qilib ber dedilar. U aytdiki, albatta siz nodonlik qilayotgan qavmsiz. Albatta mana ular o'zlari ichida turgan narsa barbod bo'lib, qilayotgan amallari botil bo'lganlardandir. Sizlarga Allohdan o'zgani iloh qilib beraymi? Holbuki u sizlarni olamlardan afzal qilgan zot-ku dedi. Sizlarni yomon azoblarga solib, o'g'illaringizni o'ldirib, qizlaringizni tirik qoldirayotgan oli Fir'avndan qutqarganimizni eslang.
va bunga Robbingizdan ulkan sinov bordir. Va Musa bilan 30 kechaga va'dalashdik. Keyin esa uni 10 kecha bilan tugal qildik. Bas Robbining belgilangan vaqti to'liq 40 kecha bo'ldi. Musa akasi Harunga, qavmimda mening o'rnimni ol, yaxshi ish qil, buzg'unchilarning yo'liga ergashma, dedi. Musa miqotimizga kelib, Robbi unga gapirganida, Robbim, menga jamolingni ko'rsat, senga nazar solay, dedi. U zot, meni hech ko'ra olmassan, lekin toqqa nazar sol. Agar u o'rnida sobit tura olsa, bas meni ko'rasan, dedi. Robbi toqqa tajalli qilganida uni titilgan holga keltirdi va Musa behush bo'lib yiqildi. Hushiga kelgach, sen poksan, senga tavba qildim, men mo'minlarning birinchisiman, dedi. U zot dedi, ey Musa, men seni odamlar uzra risolatlarim va gaplashishim ila tanlab oldim. Bas senga bergan narsamni ol va shukr qiluvchilardan bo'l. Va unga lavhlarda hamma narsadan mau'iza va har bir narsaning tafsilotini yozib berdik. Bas ularni quvvat ila tut va ahlinga buyur. Ularning eng yaxshilarini olsinlar. Endi sizlarga fosiqlarning diyorini ko'rsataman. Endi yer yuzida nohaq mutakabbirlik qilayotganlarni, barcha oyatlarni ko'rsalar ham, ularga iymon keltirmayotganlarni, to'g'rilik yo'lini ko'rsalar ham, uni o'zlari uchun yo'l tutmayotganlarni, agar egrilik yo'lini ko'rsalar, uni o'zlari uchun yo'l tutayotganlarni tezda o'z oyatlarimdan buraman. Bu oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlari va ulardan g'ofil bo'lganlari uchundir. Oyatlarimizni va oxirat muloqotini yolg'onga chiqarganlar, ularning amallari habata bo'ldi. Ular faqat qilib yurgan amallarining jazosini olurlar. Musoning qavmi undan keyin taqinchoqlaridan yasalgan bo'kiradigan buzoq jasadini iloh tutdilar. Uning ularga gapirmasligini va ularni hidoyat qilmasligini bilmadilarmi? Uni iloh tutdilar va zolimlardan bo'ldilar. Qo'llaridagi tushib, o'zlarining adashganlarini bilgach, agar Robbimiz bizga rahm qilmasa va mag'firat etmasa, albatta ziyon ko'rganlardan bo'lajakmiz, dedilar. Qachonki Musa o'z qavmiga g'azablangan va afsuslangan holida qaytganida, mening ketimdan qanday ham yomon xalifa bo'ldingiz, Robbingizning amriga shoshildingizmi, dedi va lavhlarni tashlab, akasining boshidan tutib, o'ziga torta boshladi. U Harun, ey onamning o'g'li, shubhasiz bu qavm meni xo'rladi va o'ldirib qo'yishlariga sal qoldi. Endi dushmanlarni ustimdan kuldirmagin va meni ham zolim qavmlardan deb bilmagin, dedi. U, Robbim, meni va akamni mag'firat qilgin va bizlarni o'z rahmatingga kiritgin. Sen rahimlilarning rahimlisisan, dedi. Albatta buzoqni iloh tutganlarga Robbilaridan g'azab va dunyo hayotida xorlik yetadir. Yolg'on to'quvchilarni mana shunday jazolarmiz. Yomon ishlarni qilib, so'ng ularning ketidan tavba qilgan va iymon keltirganlar, albatta Robbing undan so'ng o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Musodan g'azab ketgach, lavhlarni oldi
ularning nusxasida Robbilaridan qo'rqadiganlar uchun hidoyat va rahmat bordir. Va Musa miqotimizga qavmidan 70 kishini tanlab oldi. Ularni shiddatli zilzila tutgan paytida dedi: Robbim, agar xohlasang, ularni ham, meni ham bundan oldin halok qilgan bo'larding. Espaslarimiz qilgan ish tufayli bizni halok qilasanmi? Bu sening sinovingdan boshqa narsa emas. U ila kimni xohlasang adashtirasan va kimni xohlasang hidoyatga solasan. Sen valiyimizsan, pas bizni mag'firat qil va bizga rahm et. Sen mag'firat qiluvchilarning eng yaxshisisan. Va bizga bu dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilikni bitgin. Biz senga tavba qildik. U zot dedi: Azobim ila kimni xohlasam tutaman. Rahmatim esa hamma narsadan kengdir. Uni taqvo qilganlarga, zakot berganlarga, oyatlarimizga iymon keltirganlarga yozajakman. Ular o'z huzurlaridagi Tavrot va Injilda yozilgan holida topiladigan, ularni ma'rufga buyurib, munkardan qaytaradigan, ularga pokiza narsalarni halol qilib, nopok narsalarni harom qiladigan, ustilaridagi yukni yengillatib, kishanlarni yechadigan ummiy nabiy rasulga ergashurlar. Bas unga iymon keltirib, yordam berib va uni qo'llab-quvvatlagan hamda unga nozil bo'lgan nurga ergashganlar, ana o'shalar zafar topuvchilardir. Sen, ey odamlar, albatta men sizlarning barchangizga osmonlar va yerning podshohligi uniki bo'lgan Allohning rasulidirman. Undan o'zga iloh yo'q. U tiriltiradi va o'ldiradi. Bas Allohga hamda uning rasuli, Allohga va uning kalimalariga iymon keltiradigan ummiy nabiyga iymon keltiring va unga ergashing, shoyatki hidoyat topsangiz deb ayt. Va Musoning qavmidan haq ila hidoyat qilib, u ila adolat qiladigan ummat ham bor. Ularni 12 ummat urug'qa bo'ldik. Va Musodan qavmi suv talab qilgan paytda unga asoying ila toshni ur deb vahiy qildik. Undan 12 ta buloq otilib chiqdi. Hamma odamlar o'z suvxonasini bilib oldi va ularga bulutni soyabon qildik. Man va bedanalarni tushirdik. Sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizning poklaridan yenglar dedik. Bizga zulm qilmadilar, lekin o'zlariga zulm qilar edilar. Ularga mana bu shaharni maskan tuting. Unda xohlagan joyingizda yeng, hittatun deng va eshikdan sajda qilgan holingizda kiring. Sizning xatolaringizni mag'firat qilamiz, yaxshilik qiluvchilarga ziyoda qilamiz deganimizni esla. Bas ulardan zulm qilganlari ularga aytilgan so'zni boshqasiga almashtirdilar. Bas zulm qilganlari tufayli ustilariga osmondan qaqshatqich azob yubordik. Ulardan dengiz sohilida joylashgan qishloq haqida, shanba kuni haddidan oshganlari, shanbalik kunlari baliqlari ochiq kelib, shanbalik qilmagan kunlari kelmagani haqida so'ra. Qilgan fosiqliklari tufayli ularni shunday sinaymiz. Ulardan bir jamoa Alloh halok qiluvchi yoki shiddatli azobla azoblovchi qavmga va'z qilib nima qilasiz deganida, ular Robbingizga uzr bo'lishi uchun va shoyatki taqvo qilsalar deb dedilar. Bas o'zlariga eslatma bo'lgan narsani unutganlarida yomonlikdan qaytarayotganlarga najot berdik
va zulm qilganlarni fosiqlik qilganlari tufayli shiddatli azob ila tutdik. Bas o'zlari qaytarilgan narsadan qaytmay, bo'yin tovlaganlarida ularga xorlangan maymunlarga aylaning dedik. Robbing albatta ularning ustilariga qiyomat kunigacha ularga yomon azobni torttiradiganlarni yuborajagini e'lon qilganini esla. Albatta Robbing iqobi tezdir va albatta u o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Va ularni yer yuzida jamoalarga bo'lib yubordik. Ulardan solihlari bor va ulardan unday emaslari ham bor. Shoyatki qaytsalar deb ularni yaxshiliklar va yomonliklar ila sinadik. Bas ulardan so'ng ortlaridan kitobni merosga olgan bir o'rinbosarlar keldiki, mana bu tubanning o'tkinchi matohini olarlar va biz kechirilurmiz derlar. Agar o'shanga o'xshash o'tkinchi narsa kelsa, yana olaveradilar. Ulardan Allohga nisbatan faqat haqdan boshqa narsa aytmaslikka kitobning ahdi paymoni olingan emasmidi? Oxirat diyori taqvo qilganlar uchun yaxshiroqdir. Aql yuritmaysizlarmi? Kitobni mahkam tutganlar va namozni to'kis ado etganlar bo'lsa, albatta biz isloh qiluvchilarning ajrlarini zoya qilmasmiz. Biz sizga bergan narsani quvvat bilan oling va undagi narsalarni eslang, shoyatki taqvo qilsangiz deya ularning ustiga tog'ni xuddi soyabondek ko'targanimizni va ular uni ustilariga tushib ketadi deb o'ylaganlarini esla. Esla, Robbing odam o'g'illarining bellaridan zurriyatlarini olib, o'zlariga o'zlarini guvoh qilib, Robbingiz emasmanmi dedi. Ular ori guvoh bo'ldik dedilar. Bu qiyomat kuni bundan g'ofil edik demasliklaringiz uchundir. Yoki haqiqatda oldinda ota-bobolarimiz shirk keltirganlar, biz esa ulardan keyingi zurriyot bo'ldik. Botil ish qiluvchilarning qilmishi tufayli bizlarni halok etasanmi demasligingiz uchundir. Shoyat qaytsalar deb oyatlarni mana shunday batafsil bayon qilamiz. Biz oyatlarimizni bergan, so'ngra ulardan sug'urilib chiqqan va uni shayton ergashtirib ketib, gumrohlardan bo'lgan kishining xabarini ularga tilovat qilib ber. Agar xohlasak, uni ular bilan ko'tarar edik, lekin u yerga yopishib oldi va havoyi nafsiga ergashdi. Bas uning misoli xuddi bir it misoliga o'xshaydiki, unga hamla qilsang ham tilini osiltirib turaveradir, tek qo'ysang ham tilini osiltirib turaveradir. Bu oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavmlarning misolidir. Qissalarni aytib ber, shoyatki tafakkur qilsalar. Oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavmlarning misoli qanday ham yomon bo'ldi. Ular o'zlariga zulm qilar edilar. Alloh kimni hidoyatga solsa, o'sha hidoyat topuvchidir. Kimni adashtirsa, o'shalar o'zlari ziyon ko'ruvchilardir. Batahqiq jahannam uchun ko'plab jin va inslarni yaratib qo'ydik. Ularning qalblari bor-u, u bilan anglamaslar. Ko'zlari bor-u, u bilan ko'rmaslar. Quloqlari bor-u, u bilan eshitmaslar. Ana o'shalar chorvalar kabidirlar. Balki yanada adashganroqdirlar. Ana o'shalar o'zlari g'ofillardir.
eng go'zal ismlar Allohnikidir. Bas unga ular ila duo qiling va uning ismlarida og'adiganlarni tek qo'yavering. Tezda qilgan amallarining jazosini olurlar. Va biz yaratgan kimsalar ichida haq ila hidoyat qiladigan va u ila adolat qiladigan jamoat ham bor. Oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni esa ular bilmaydigan tomondan asta-sekin olamiz. Ularga muhlat berib qo'yaman. Albatta, mening hiylam metindir. Tafakkur qilib ko'rmadilarmi? Sohiblarida majnunlik yo'q. U faqat ochiq oydin ogohlantiruvchi xolos. Osmonlar va yerning ajoyibotga to'liq mulkiga, Alloh yaratgan narsalarga va ajab emaski, muddatlari yaqinlashib qolganiga nazar solmaydilarmi? Bundan keyin yana qaysi gapga ishonadilar? Alloh kimni zalolatga ketkazsa, unga hidoyat qiluvchi yo'qdir. Ularni tug'yonlarida tentiragan hollarida tek qo'yib qo'yadi. Sendan soat haqida, uning qachon sobit bo'lishini so'rarlar. Sen, uning ilmi faqat Robbim huzuridadir. Uni faqat o'zigina o'z vaqtida zohir qiladir. U osmonlar va yerda og'ir ish bo'ladir. Sizlarga faqat to'satdan keladir deb ayt. Xuddi sen undan xabardordek sendan so'rarlar. Sen, uning ilmi faqat Allohning huzuridadir. Lekin odamlarning ko'plari bilmaslar deb ayt. Sen, o'zim uchun Alloh xohlaganidan tashqari na foyda va na zararga molik emasman. Agar g'aybni bilganimda yaxshilikni ko'paytirib olgan bo'lar edim va menga yomonlik yetmas edi. Men faqat iymon keltiradigan qavmlar uchun ogohlantiruvchi va xushxabar beruvchiman xolos deb ayt. U sizlarni bir jondan yaratgan va sokinlik topishi uchun undan juftini yaratgan zotdir. Vaqtiki u juftini o'raganida yengil homilador bo'ldi. Bas u bilan yurdi. U og'irlashganda esa ikkovlan Robbilari Allohga, agar bizga solih farzand bersang, albatta shukr qiluvchilardan bo'lajakmiz deb duo qildilar. Ularga solih farzandni berganida esa u bergan narsada o'ziga sheriklar qildilar. Alloh ular shirk keltirayotgan narsalardan oliydir. Hech narsani yarata olmaydigan, o'zlari yaratiladigan narsalarni shirk keltirurlarmi? Va ularga yordam berishga qodir emaslar, hamda o'zlariga ham yordam bera olmaslar. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsangiz, sizga ergashmaslar. Ularni da'vat qilasizmi yoki jim turuvchi bo'lasizmi? Siz uchun baribir. Albatta, Allohdan o'zga siz iltijo qilayotganlar o'zingizga o'xshash bandalardir. Agar rostgo'y bo'lsalaringiz, ularga duo qilib ko'ring, bas sizga ijobat qilsinlarchi. Yoki ularning oyoqlari bormiki, ular bilan yursalar, yoki qo'llari bormiki, ular bilan ushlasalar, yoki ko'zlari bormiki, ular bilan ko'rsalar, yoki quloqlari bormiki, ular bilan eshitsalar. Aytgin, sheriklaringizni chaqiring, so'ngra menga hiyla qiling-da, muhlat bermay qo'yavering. Albatta, mening valiyim kitobni nozil qilgan Allohdir.
u solihlarni do'st tutadir. Undan o'zga siz iltijo qilayotganlar sizga yordam berishga qodir emaslar va o'zlariga ham yordam bera olmaslar. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsangiz, eshitmaslar. Ularni senga nazar solib turgandek ko'rasan, holbuki ular ko'rmaslar. Kechirimli bo'l, ma'rufga buyur va johillardan yuz o'gir. Agar senga shayton tomonidan sanchish sanchilsa, Allohdan panoh so'ra. Albatta, u o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Qachon taqvo qiluvchilarga shaytondan bir sharfa yetsa, ular albatta zikr qilarlar. Bas qarabsanki, ular ko'ruvchi bo'lib turibdilar. Va u shaytonlarning birodarlari yo'ldan ozdirishda ularga madad berarlar. So'ngra sustlik qilmaslar. Va agar ularga oyat keltirmasang, o'zing to'qib qo'yavermaysanmi, derlar. Sen, men faqat Robbimdan vahiy qilingan narsaga ergashaman, xolos. Bu iymon keltiruvchi qavm uchun Robbingizdan ko'z ochuvchilar hidoyat va rahmatdir deb ayt. Qachon Qur'on tilovat qilinsa, unga quloq solinglar va jim turinglar, shoyatki rahm qilinsangiz. Robbingni ertayu kech ichingda tazarru'la, qo'rqib, ovoz chiqarib gapirmay zikr qil va g'ofillardan bo'lma. Robbing huzuridagilar albatta uning ibodatidan mutakabbirlik qilmaslar. Uni poklab yod etarlar va unga sajda qilarlar.